Assalomu alaykum YouTube obunachilar hamda chorva ishqibozlari. Biz uzoq yaqindan kuzatib turgan aka-uka do'sti birodarlarimiz, hojota hojonalarimiz. Mana bo'g'ozlarni zo'rlaridan olib kelib qo'ydi. Injiqlaridan, shved, qorovli, chorniy postera har xil turidan bor. Xudo xohlasa narxlarini chiroyli qilib ma'lumotlarini beramiz. Bizni bilsanglar, bizning kanalda hamisha yosh ko'chat nasldorchiligiga, zotga xubnajincha novvoscha chiqarasizlar. Bunaqa bo'g'ozlar ham bor. O'zimiz bo'g'ozlar o'zimiz yetiltiryapmiz. Endi har dori bo'lsa sotilaveradi bular. O'zimiz olib baqiyab turgan bo'g'ozlar o'zimizning xonadonimizdan. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani O'rta Shahrixon mahallasidan bo'ladi. Mana shunaqa katta yirik bo'g'oz baqaman degan aka-ukalarimizga, do'st birodarlarimizga, hojotda hojonalarimizga zo'rlardan olib kelib qo'yganmiz. Bo'lmasa obunachilarni ko'p kuttirmasdan videoni boshlayveramiz. Mana bir dona toza rossiyskiy bo'g'ozimiz, 4-chisiga bo'g'oz 8 oylik, 8 oyga to'lib 9-oyga o'tdi. To'rov yeliniga garantiya, yebishtisiga sog'lomligiga garantiya mana. Mol katta, xudo xohlasa chiroyli, sifatan kuchli, o'zi ham katta mol. Kelib ko'rib olaverasizlar, oyoq qo'lini sog'lomligini ko'rib olib, keyin pul ham sanab beraverasizlar. Yebishtisiga hamma yo'g'iga garantiyasi bor. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 40 million so'm, kami bor, vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Endi ko'ryapsizlar, bunaqa mollar o'zi arzon bo'lmayapti, mana ostilari ham hamma yo'g'i kelgan. Xudo xohlasa olib sut yo'nalishiga. Bu yerda bir dona bu xil shved bo'g'ozimiz bor. O'zimiz endi shvedlardan bu. Yebishtisiga sog'lomligiga hamma yo'g'iga garantiya beramiz. Buni ham sog'lomligi joyida. Bu 7 oydan o'tgan. 8-oyga o'tdi bo'ldi mana tutaylari ham. Hamma yo'q sog'lom. Endi pardoz qilmasdan olib chiqdik. O'zimizning mollar, baquvdagi mollar uchun uncha pardoz qilmadik. Bu molimizning narxi 25 million so'm, kami bor, vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Kelib ko'rib olaverasizlar ham. Bozorga qarab, mana shu kanallarga qarab narx-navoni surishtirib kelib ustida davr qilsanglar ham bo'laveradi. Dastavkalarini qilib beramiz vodiy bo'ylab. Vohalarga ham chiqaramiz, faqat kelishilgan holatda. Xudo xohlasa hammasi bir-biridan go'zal bo'lib yotibdi. Bitta shu pardoz kerak, bitta cho'miltirib chiroyli qilib qo'ysanglar, ash xolos. Bo'g'ozni qaranglar. Oyog'idan maza qilar. Bu yerda mana 8 oydan o'tgan, bu 8 oyga to'lib o'tgan bo'g'ozimiz bor. Toza galishdan yebishtilariga sog'lomligiga garantiya beramiz. Endi o'zimiz bitta o'zimlik uchun yetalagan sharoit yo'qligi uchun bayli holatda chiqaryapmiz. Yaxshi chiqyaptimi, yomon chiqyaptimi, endi bittadan laykni bosib shu ozgina qilgan mehnatimizga do'stlaringizlarga ulashib qo'yasizlar. Buni narxiga keladigan bo'lsa, narxi 36 million so'm, kami bor, vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. To'rov yeliniga, oyoq qo'liga, yebishtisiga hammasiga garantiya beramiz aka-ukalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana oxirgi bo'g'ozimizga yetib keldik. Toza shved bo'g'ozimiz, katta yirik mol. Oyog'idan maza qiladi, xudo xohlasa, baqsa ham, sigir qilsa ham. 25 ta 30 ta borilar 30 ta demay, endi men bo'g'ozli holatda joyganman. Yo'q desa 25 litr sut beraveradi. Agar nasib qilib yaxshi nima bo'lib qolsa 30 ta 35 ta ham berish mumkin. Bo'g'ozni qaranglar, oyog'idan maza qiladi-da, maşalloh. Bu molni qaranglar akalar. Katta mol, o'tela katta mol. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 42 million so'm, kamini qilib beramiz. Buni ham vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Bunimiz 6 oylik bo'g'oz, 6 oyga to'lgan bo'g'ozimiz. Hamma yo'g'iga garantiya. Eshigimizga kelasizlar, ko'rasizlar, yo'qsa pul sanab berasizlar. O'zimiz bo'g'oz qo'ymasdi. Endi o'zimiz xonadondan baqilyap turgan bo'g'ozlarni bir sizlarga ulashkim keldi. Hammasi endi mana yaltirab qo'ldan kelgancha baqiyapmiz. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Eshiginglarga yetkazib borib beramiz. Andijon, Farg'ona, Namangan qaysi tumani bo'lishidan qat'iy nazar kamini qilib beramiz. Aytilgan narxlar muhim emas. Kamini qilib beramiz. Dastavkalarni qilib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar.
Ozginagina qilgan mehnatimizga bittadan laykni bosib do'stlaringizga ulashib qo'yasizlar. Bugunga mana shu bo'g'ozlarimiz bor. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.